Xodimga ishga qabul qilayotganda qanday hujjatlar talab etilishidan xabardormisiz? O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 124-moddasiga asosan xodimdan ishga kirayotganda quyidagi hujjatlar talab etiladi. Birinchisi, pasport yoki uni o'rnini bosuvchi hujjat, identifikatsiyalovchi ID karta. 16 yoshga to'lmagan shaxslar uchun tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma va identifikatsiyalovchi ID karta. Keyingisi o'sha birinchi marta ishga kirayotgan shaxslardan mehnat daftarchalari talab qilinmaydi va ishga kirayotgan xodimda avval ishlagan bo'lsa, avvalgi ish joyidan qog'oz shaklda tasdiqlangan yoki elektron shakldagi mehnat daftarchasi. Xodim ushbu tashkilotga, ya'ni ishga kirayotgan tashkilotiga o'rindoshlik asosida ishga kirayotgan bo'lsa, o'sha 24-17-sonli qoidalar talabiga asosan asosiy ish joyidan ma'lumotnoma taqdim etadi. Fuqaro oliy ta'lim, professional ta'lim yoki o'rta maxsus ta'lim tashkilotini muassasasini bitirgan bo'lsa, o'sha muassasani tamomlaganligini tasdiqlovchi diplom va xodim ishga kirayotganda undan maxsus malaka, bilim va ixtisoslashuvni talab etiladigan bo'lsa, aynan shu lavozimda yoki mutaxassislikda ishlash uchun tegishli tashkilotlar tomonidan berilgan qayta tayyorgarlikdan yoki ixtisoslashuvdan o'tganligi to'g'risida guvohnoma yoki sertifikat. Endi keyingisi o'sha harbiy xizmatga majburlar va chaqiriluvchi sifatida ro'yxatga o'tgan shaxslardan harbiy guvohnoma va mudofaa ishlari bo'limida ro'yxatda turganligini tasdiqlovchi guvohnoma. Keyingisi o'sha shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami, ya'ni INNisi. Quyidagi hujjatlar asosida ishga qabul qilingan, ya'ni mehnat shartnomasi bo'yicha ishlashni boshlagan fuqaroga ish beruvchi birinchi marta ishga kirayotganda o'sha shaxs mehnat shartnomasi bo'yicha 5 kundan ortiq ishlaganda unga mehnat daftarchasini elektron yoki qog'oz shaklda yuritishi talab etiladi. Agar shaxs jamg'arib borish pensiya ta'minoti bo'limidan avval ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, o'shani ro'yxatdan o'tkazish talab etiladi. Ushbu modda talabiga asosan ishga qabul qilinayotgan shaxsdan yuqorida sanab o'tilgan hujjatlardan tashqari ortiqcha hujjatlarni talab etish qonunchilikka zid hisoblanadi.